Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimiz muxlislari. Bugun biz juda muhim, millionlab insonlarning taqdiriga bevosita ta'sir qiladigan bir mavzuni muhokama qilamiz. Agar siz yoki yaqinlaringiz 1991 yilgacha ta'lim olgan bo'lsangiz va pensiya oluvchilar safida bo'lsangiz, demak bu video aynan siz uchun. Bu shunchaki bir xabar emas, balki ko'pchilik kutmagan haqiqiy syurpriz bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Chunki har bir detal muhim. Hozirning o'zidayoq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga kelajakda ham shu kabi foydali ma'lumotlarni tayyorlashga yordam beradi. Asl muammoning mohiyati, avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Sovet ittifoqi davrida pensiya tizimi o'ziga xos qoidalarga ega edi. Asosiy e'tibor mehnat stajiga, ya'ni insonning ish stajiga qaratilardi. Bu davlatga va jamiyatga qilingan mehnat hisoblanardi va pensiya miqdorini belgilashda asosiy omil edi. Biroq ta'lim davrlari bilan bog'liq vaziyat biroz murakkabroq edi va ko'pincha turlicha talqin qilinardi. Ba'zi hollarda oliy o'quv yurtlarida kunduzgi bo'limda o'qish muddati pensiya hisob kitoblariga kiritilardi. Ayniqsa agar talaba stipendiya olgan bo'lsa yoki ishlab turib o'qigan bo'lsa. Ammo bu universal qoida emasdi va ko'pincha ma'lum bir mutaxassisliklar, masalan, pedagoglar yoki tibbiyot xodimlari uchun imtiyozli stajga kirishi mumkin bo'lgan yoki boshqa maxsus shartlarga bog'liq edi. Oddiy ishchi kasblarda esa ta'lim davri ko'pincha alohida staj sifatida hisobga olinmasdi. Faqatgina ish staji muhim edi. Shuningdek, uzluksiz mehnat staji degan tushuncha ham bor edi. Bu pensiya miqdorini oshirishga xizmat qilardi va ta'limni tugatgandan so'ng darhol ishga joylashish bu uzluksizlikni saqlashga yordam berardi. 1991 yil va undan keyingi davrda mustaqillikka erishganimizdan so'ng pensiya qonunchiligimizda jiddiy o'zgarishlar yuz berdi. Eski tizimdan yangisiga o'tish jarayoni oson kechmadi. Chunki bu juda katta miqyosdagi reformalar edi. Ko'plab qoidalar qayta ko'rib chiqildi. Ba'zilari bekor qilindi, yangilari joriy etildi. Bu o'zgarishlar nafaqat pensiya miqdorini hisoblash usullariga, balki pensiya huquqini beruvchi asosiy omillardan biri bo'lgan mehnat stajini shakllantirish tartibiga ham ta'sir qildi. Raqamli ma'lumotlar bazalariga o'tish, qog'oz hujjatlardan elektron shaklga o'tish kabi jarayonlar ham muayyan qiyinchiliklarni keltirib chiqardi. Ba'zi eski hujjatlar yo'qolgan, ba'zilar esa yangi standartlarga mos kelmasligi mumkin edi. Aynan shu o'zgarishlar, ya'ni Sovet davridagi ta'limni hisobga olish bilan bog'liq yangi yondashuvlar bugungi kunda pensiya oluvchilarimizga kutilmagan imkoniyatlar yoki aksincha ba'zi qiyinchiliklarni olib kelishi mumkin. Pensiya hisoblash tizimi zamonaviy talablarga moslashtirilayotganda eski qonunchilik asosida olingan ta'lim davrlari bo'yicha aniqliklar kiritilmoqda. Ba'zida bu aniqliklar pensionerlar uchun foydali bo'lib chiqadi. Chunki ilgari hisobga olinmagan davrlar endi stajga qo'shilishi mumkin. Bu esa pensiya miqdorining sezilarli darajada o'sishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli bu masalaga jiddiy yondashish va o'z huquqlaringizni bilish juda muhimdir. Birinchi asosiy qism batafsil tahlil nimani bilishingiz kerak. Asosiy masala shundaki, sizning 1931 yilgacha olgan ta'lim davringiz pensiya hisob kitoblarida umumiy mehnat staji, ya'ni sizning pensiyaga chiqish huquqingizni beruvchi va pensiya miqdorini belgilovchi ish davri tarkibiga kiritilishi mumkin. Bu ayniqsa kunduzgi bo'limda o'qiganlar uchun juda muhimdir. Amaldagi qonunchilikda ko'pincha 1992 yilgacha bo'lgan davrlarga nisbatan maxsus qoidalar mavjud bo'ladi. Misol uchun oliy o'quv yurtlari, o'rta maxsus ta'lim muassasalari yoki hatto kasb-hunar maktablarida o'qish davrlari agar ma'lum shartlar bajarilgan bo'lsa, stajga qo'shilishi mumkin. Bunday shartlar qatoriga kunduzgi bo'limda o'qish, stipendiya olish, ta'limni tugatgandan so'ng darhol o'z mutaxassisligi bo'yicha ishga joylashish kiradi. Bu shartlarning har biri juda muhim va pensiya fondi xodimlari tomonidan sinchkovlik bilan tekshiriladi. Hujjatlaringizda shu shartlar aniq aks etishi kerak. Astrosk nima uchun bu muhim? Pensiya hisob kitobida har bir yil, hatto har bir oy ham muhim rol o'ynaydi. Umumiy mehnat staji pensiyaning bazaviy miqdoriga va unga qo'shimcha to'lovlarga bevosita ta'sir qiladi. Agar biror kishining mehnat staji ta'lim davri hisobiga 2-5 yilga uzaysa, uning bazaviy pensiyasi sezilarli darajada o'sishi mumkin. Pensiya miqdori nafaqat stajga, balki o'rtacha ish haqiga ham bog'liq bo'lsa-da, staj pensiya formulasining asosiy tarkibiy qismidir. Masalan, agar sizda 20 yillik staj bo'lsa va bu 25 yilga aylansa,
bu sizning pensiya miqdoringizga albatta ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa o'z navbatida pensionerning hayot sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Syurprizning mohiyati. Ko'plab pensionerlar o'zlarining eski ta'limlari pensiya miqdorini oshirish uchun ishlatilishi mumkinligini bilishmaydi. Ularga ilgari bu davrlar hisobga olinmasligi aytilgan bo'lishi mumkin. Ammo qonunchilikdagi yangi talqinlar yoki o'zgartirishlar bunga ruxsat berishi mumkin. Yoki aksincha, kutilmagan syurpriz shundan iborat bo'lishi mumkinki, ular pensiya hisoblashda ta'lim davrini qo'shishni talab qilganlarda tegishli hujjatlari yetarli bo'lmasligi yoki noto'g'ri rasmiylashtirilganligi aniqlanadi. Har ikkala holatda ham bu kutilmagan vaziyat bo'lib, pensionerning huquqlarini bilishi va tegishli choralarni ko'rishi talab etiladi. Aslida kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanishi shart emas. Ijobiy ma'noda xavotirlanish kerak bo'lganlar, ya'ni foyda olish ehtimoli borlar, aslida 1990 yilgacha kunduzgi bo'limda to'liq o'qishni tugatganlar. Universitetlar, institutlar, texnikumlar, kasb-hunar maktablari va boshqa kunduzgi ta'lim muassasalarida o'qiganlar. Ayniqsa ta'limni tugatgach darhol ishga joylashganlar. Ularning pensiyasi hozirda noto'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin. O'qish davrida stipendiya olganlar, stipendiya olish o'qish davrining stajga qo'shilishi uchun muhim shartlardan biri bo'lishi mumkin. Ishlab turib o'qiganlar kunduzgi bo'lmasa ham alohida shartlar asosida, ba'zi hollarda agar siz ishlab turib kechki yoki sirtqi bo'limda o'qigan bo'lsangiz va bu o'qish o'z mutaxassisligingizni oshirishga qaratilgan bo'lsa yoki maxsus davlat dasturlari doirasida bo'lsa, bu davr ham stajga qo'shilishi mumkin. Harbiy xizmatdan so'ng darhol o'qishga kirganlar. Harbiy xizmat davri ham stajga qo'shiladi va undan keyingi ta'lim davri ham stajga qo'shilish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Unchalik xavotirlanishi shart bo'lmaganlar yoki sezilarli foyda olish ehtimoli kam bo'lganlar. Sirtqi yoki kechki bo'limda o'qiganlar ish stajisiz. Agar siz sirtqi yoki kechki bo'limda o'qigan bo'lsangiz va bu davrda rasman ishlamagan bo'lsangiz, bu davrni stajga qo'shish ehtimoli juda kam. Ta'lim davri allaqachon pensiya hisob kitoblariga kiritilganlar. Bu kamdan kam holat bo'lsa-da, ba'zi pensionerlarning ta'lim davri ilgari ham hisobga olingan bo'lishi mumkin. Mehnat staji allaqachon juda uzun bo'lganlar. Agar sizning umumiy mehnat stajingiz juda uzun bo'lsa, masalan, 40 yildan ortiq ta'lim davrini qo'shish orqali yana bir necha yil qo'shish pensiyangizni sezilarli darajada o'zgartirmasligi mumkin. Chunki pensiya maksimal staj chegarasiga yetib qolgan bo'lishi mumkin. Haqiqiy hayotiy misollar, raqamlar va vaziyatlar bilan keling, turli xil hayotiy vaziyatlarni ko'rib chiqamiz. Ular sizga o'z holatingizni baholashga yordam beradi. Bir misol, oliy ta'limni tugatgan O'g'iloy opa asq vaziyat. O'g'iloy opa 1940 yilda tug'ilgan. U 1965 yildan 1907 yilgacha Toshkent davlat universitetining filologiya fakultetida kunduzgi bo'limda muvaffaqiyatli o'qigan. O'qishni tugatgach darhol, ya'ni 1907 yil sentyabr oyidan boshlab maktabda o'z mutaxassisligi bo'yicha o'qituvchi bo'lib ishga kirgan. Uning mehnat daftarchasida faqat ishga kirgan sanadan boshlab staj qayd etilgan. Universitetdagi 5 yillik o'qish davri esa umuman ko'rsatilmagan. Pensiyasiga chiqqanda bu 5 yil inobatga olinmagan. Muammo, pensiya fondi avval O'g'iloy opaning o'qish davrini uning stajiga qo'shishni rad etgan. Chunki o'sha paytda bunday davrlar avtomatik ravishda hisoblanmasdi va hujjatlarda aniq ko'rsatilmagan edi. Ba'zi eski qoidalarga ko'ra faqat ishlab turib o'qiganlar yoki ma'lum kasblarga tegishli bo'lganlar uchun imtiyozlar ko'rib chiqilgan. Yangi imkoniyat, kutilmagan syurpriz, yangi talqinlarga yoki qonunchilikdagi o'zgarishlarga ko'ra, masalan, hukumatning 2020 yildagi fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori. Agar O'g'iloy opa o'qiganligi haqidagi diplomini, o'qish joyidan arxiv ma'lumotnomasini agar talab qilinmasa ham borligi yaxshi, chunki diplomning haqiqiyligini va o'qish davrini tasdiqlaydi va eng muhimi, u o'qishni tugatgandan so'ng darhol o'z mutaxassisligi bo'yicha ishga joylashganligini tasdiqlovchi mehnat daftarchasini taqdim etsa, uning 5 yillik kunduzgi o'qish staji pensiya hisob-kitobiga qo'shilishi mumkin. Bu juda muhim. Chunki u uzluksiz ravishda mehnat faoliyatiga kirishgan. Ta'sir. Bu uning pensiyasi sezilarli darajada, masalan, har oylik 15-20 badanga oshirishi mumkin. Agar O'g'iloy opaning hozirgi pensiyasi 5 ming so'm bo'lsa, bu 5 yil
staj qo'shilishi natijasida uning pensiyasi har oyda 2,25 ming so'mdan 3 million so'mgacha o'sishi mumkin. Bu nafaqat moliyaviy barqarorlikni yaxshilaydi, balki adolatni tiklaydi. Asosiy misol. Texnikumda o'qigan Rahim aka vaziyat. Rahim aka 1952 yilda tug'ilgan. U 1962 yildan 1971 yilgacha temir yo'l transporti texnikumida kunduzgi bo'limda o'qigan. Texnikumni bitirgach, darhol temir yo'lda mashinist yordamchisi bo'lib ish boshlagan. Uning pensiyasi hisoblanganda bu 3 yillik o'qish davri inobatga olinmagan. Chunki o'sha paytda texnikum staji, oliy ta'lim staji kabi universal ravishda qabul qilinmasdi. Muammo o'sha paytda texnikum yoki hunar maktablaridagi o'qish stajiga e'tibor oliy ta'limga nisbatan kamroq berilardi yoki uni stajga qo'shish shartlari murakkabroq edi va ko'pchilik bu imkoniyatdan xabardor bo'lmagan. Asrski yangi imkoniyat kutilmagan syurpriz. Hozirgi qonunchilikda. Agar Rahim aka o'qish davrida stipendiya olganligini tasdiqlovchi hujjat yoki o'qishni tugatgandan so'ng darhol o'z mutaxassisligi bo'yicha ishga joylashganligini tasdiqlovchi mehnat daftarchasini taqdim etsa, bu 2 yil ham uning stajiga qo'shilishi mumkin. Bu ayniqsa kasb-hunar kollejlarida kunduzgi bo'limda o'qiganlar uchun juda muhim. Ta'sir. Bu Rahim akaning pensiyasiga kamida 8 mablag' qo'shimcha berishi mumkin. Agar uning hozirgi pensiyasi 1,2 ming so'm bo'lsa, bu 3 yillik staj qo'shilishi natijasida u har oyda 96 ming so'mdan 20 ming so'mgacha ko'proq pul olishi mumkin. Bu ham uning kundalik ehtiyojlarini qondirishda katta yordam bo'ladi. Asosiy 3 misol. Ishlab turib o'qigan Zaynab xola, vaziyat. Zaynab xola 1920 yilda tug'ilgan. U 1975 yildan 1960 yilgacha kechki bo'limda Toshkent Davlat pedagogika institutida o'qigan. Shu bilan birga kunduzi bog'chada tarbiyachi bo'lib ishlagan. Uning pensiyasi hisoblanganda ish staji inobatga olingan, ammo kechki bo'limdagi o'qish davri qandaydir tarzda qo'shimcha hisoblanmagan. Chunki uning ish staji allaqachon mavjud edi. Asosiy muammo, ko'pchilik ishlab turib o'qiganman. Shuning uchun o'qish staji alohida hisoblanmaydi deb o'ylaydi. Lekin ba'zi hollarda agar o'sha davrdagi qoidalar bunga ruxsat bergan bo'lsa, masalan, imtiyozli pedagogik staj uchun bu ikki davrning parallelligi ham alohida baholanishi mumkin. Ya'ni ish stajingizga qo'shimcha hisoblanmasa-da, uning sifati o'zgarishi mumkin. Yangi imkoniyat kutilmagan syurpriz. Agar Zaynab xola institutni muvaffaqiyatli tamomlaganligi haqidagi diplomini va o'sha davrdagi ish joyidan, bog'chadan mehnat daftarchasi hamda ma'lumotnomani taqdim etsa, pensiya fondi uning holatini qayta ko'rib chiqishi mumkin. Ayniqsa, pedagogik staj uchun imtiyozlar bo'lsa, masalan, bolalar bog'chasi tarbiyachisi bo'lib ishlash muddatini imtiyozli stajga kiritish. Garchi bu holatda stajning umumiy miqdori o'zgarmasa ham, stajning toifasi, imtiyozli staj hisoblanishi o'zgarishi mumkin. Bu esa pensiya miqdoriga bilvosita, ammo ijobiy ta'sir qiladi. Masalan, pedagogik staj uchun belgilangan ba'zi qo'shimcha to'lovlar mavjud bo'lsa, ta'sir. Bu holatda aynan stajning o'zi emas, balki stajning toifasi o'zgarib, pensiyaga 5%gacha qo'shimcha berilishi mumkin. Bu esa Zaynab xolaning pensiyasi 1,600,000 so'm bo'lsa, har oyda 80,000 so'mdan 100,000 so'mgacha qo'shimcha mablag'ni anglatadi. Ko'p misol, harbiy xizmat va o'qishni birlashtirgan Akmalak vaziyat. Akmal aka 1960 yilda tug'ilgan. U 1970 yildan 1980 yilgacha harbiy xizmatni o'tagan. So'ngra 1980 yildan 1985 yilgacha institutda kunduzgi bo'limda o'qigan. Uning pensiyasi hisoblanganda harbiy xizmat staji to'liq hisobga olingan. Ammo institutdagi 5 yillik o'qish davri e'tibordan chetda qolgan. Muammo, ko'pchilik harbiy xizmat staji bilan ta'lim stajini birga qo'shish mumkin emas deb o'ylaydi, ammo bu mutlaqo noto'g'ri. Ikkala davr ham qonuniy asosda hisoblanishi mumkin. Chunki ular bir-biridan alohida turadigan, ammo pensiya qonunchiligida o'z aksini topgan davrlardir. Yangi imkoniyat kutilmagan syurpriz. Akmal aka harbiy guvohnomasini va diplomini taqdim etgan holda pensiya fondiga murojaat qilsa, uning o'qish staji ham to'liq hisobga olinishi mumkin. Ba'zi hollarda harbiy xizmatdan keyingi ta'lim davri uchun alohida imtiyozlar ham mavjud bo'lgan. Chunki bu davlatning kadrlarni tayyorlashga qaratilgan siyosati bilan bog'liq edi. Ta'sir. Bu Akmal akaning umumiy stajiga yana 5 yil qo'shib, pensiya miqdorini emlak-minimumga oshirishi mumkin. Agar uning hozirgi 1000 so'm bo'lsa, bu qo'shimcha 5 yil staj evaziga
u har oyda bino taqimga so'mdan 2000-6000 so'mgacha ko'proq pensiya olishi mumkin. Bu ikki davrning ham hisobga olinishi uning umr bo'yi qilgan xizmati va ta'limiga bo'lgan ehtiromni namoyon etadi. Ushbu misollar shuni ko'rsatadiki, pensiya fondiga murojaat qilishdan oldin o'z hujjatlaringizni to'g'rilab, holatingizni to'liq o'rganib chiqish juda muhimdir. Har bir holat individual bo'lib, o'ziga xos yondashuvni talab qiladi. Ikkinchi asosiy qism istisnolar. Qiyinchiliklar va noaniq nuanslar pensiya hisoblash jarayoni doimo ham silliq kechmaydi. Ko'pincha avvalgi davrlardagi ta'limni stajga qo'shishda turli xil to'siqlar va kutilmagan vaziyatlar yuzaga keladi. Bu qiyinchiliklarni oldindan bilish va ularga tayyor turish juda muhimdir. Asl yo'qolgan yoki shikastlangan hujjatlar bu eng katta qiyinchiliklardan biridir. Sovet davrida olingan diplomlar, attestatlar, ma'lumotnomalar yillar o'tishi bilan yo'qolishi, shikastlanishi yoki ulardagi ma'lumotlar noto'g'ri bo'lib qolishi mumkin. Ko'pgina pensionerlar o'z diplomlarini shaxsiy qimmatbaho buyum sifatida saqlashadi. Ammo ba'zida ular oddiygina yo'qoladi yoki yaroqsiz holga keladi. Batafsil tushuntirish. Pensiya fondi uchun asosiy hujjat bu diplom yoki o'qishni tasdiqlovchi sertifikatdir. Agar bu hujjatlar yo'qolgan bo'lsa, siz zudlik bilan o'qigan ta'lim muassasasiga murojaat qilishingiz kerak. U yerdan siz duplikat diplom yoki arxiv ma'lumotnomasi olishingiz mumkin. Arxiv ma'lumotnomasi odatda diplomga nisbatan ko'proq ma'lumotni o'z ichiga oladi. O'qish davri, ta'lim shakli, kunduzgi sirtqi, mutaxassislik, stipendiya olinganligi haqidagi ma'lumotlar. Agar ta'lim muassasasi yopilgan bo'lsa, vaziyat murakkablashadi bunday holatda. Siz hududiy arxivlarga yoki oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi yoki tegishli vazirlik arxivga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Bunday murojaatlar ko'pincha uzoq muddatli va byurokratik jarayonlarni talab qiladi. Bitta arxivdan kerakli ma'lumotni topish uchun bir necha oy ketishi mumkin, ba'zida esa yillar. Yechim: har qanday qo'llab-quvvatlovchi hujjatlarni yig'ishga harakat qiling. Talabalik guvohnomasi, baho daftarchasi, zako'tnaya knishka, komsomol yoki partiya biletlaridagi ta'limga oid qaydlar, harbiy guvohnoma, agar u yerda ta'lim haqida yozib bo'lsa, eski guruh fotosuratlari, guruhdoshlarning guvohliklari. Garchi pensiya fondi uchun bunday guvohliklar kamroq ahamiyatga ega bo'lsa ham, ular sizning o'qiganligingizni tasdiqlovchi qo'shimcha dalil bo'lishi mumkin. Har qanday hujjatni, hatto eskirgan qog'ozni ham tashlab yubormang. U sizga yordam berishi mumkin. Qonunchilikdagi tafovutlar, qonunlar vaqt o'tishi bilan o'zgaradi. 1970-yillarda amal qilgan qoida hozirgi pensiya fondi xodimlari tomonidan boshqacha talqin qilinishi yoki yangi qonunlar eski qoidalarni bekor qilgan bo'lishi mumkin. Ammo ko'pincha amaldagi qonunlarda avvalgi davrlarni hisobga olishga doir maxsus qoidalar mavjud bo'ladi. Batafsil tushuntirish. Pensiya tizimi ko'pincha pensiya hisoblanayotgan paytdagi amaldagi qonunlarga tayansa-da, u avvalgi davrlar uchun belgilangan maxsus qoidalarni ham o'z ichiga oladi. Syurpriz ko'pincha mavjud qoidalarning yangi sharhi yoki aniqlanishi tufayli yuzaga keladi. Yangi qonun joriy qilingani uchun emas. Ba'zida hukumatning yoki prezidentning maxsus qarori bunday masalalarga aniqlik kiritishi mumkin. Pensiya fondi xodimlari barcha qonunchilik hujjatlaridan xabardor bo'lmasligi yoki ularni noto'g'ri talqin qilishi mumkin. Bu holda siz o'z huquqlaringizni himoya qilish uchun huquqshunos maslahatini olishingiz kerak bo'ladi. Sirtqi kechki ta'lim umuman olganda sirtqi yoki kechki bo'limdagi ta'lim davrlari pensiya uchun stajga qo'shilmaydi. Agar bu davrda shaxs rasman ish bilan band bo'lmagan bo'lsa, istisnolar mavjud bo'lishi mumkin. Agar ta'lim kasbiy malakani oshirishga qaratilgan bo'lsa yoki maxsus shartlar mavjud bo'lsa. Batafsil tushuntirish. Kunduzgi bo'lim full time asosiy kalit hisoblanadi. Nima uchun? Chunki kunduzgi ta'lim davrida inson odatda to'liq bandlikda ishlamaydi va davlat stipendiya orqali yoki kelajakdagi hissasi uchun sarmoya kiritadi degan faraz bor. Sirtqi yoki kechki ta'lim esa parallel ravishda ishlashni nazarda tutadi. Ya'ni inson allaqachon mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan bo'ladi. Shu sababli uning o'qish davri alohida staj sifatida hisoblanishi kamdan kam holatdir. Ammo yuqoridagi 3 misolda keltirilganidek, agar bu o'qish ma'lum bir mutaxassislik uchun imtiyozlar beradigan bo'lsa, masalan, pedagogik staj, unda bu davr sifati jihatidan pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Chet elda o'qish Sovet respublikalarida agar kimdir 1991 yilgacha Moskva, Kiyev yoki Olmaota kabi sobiq ittifoq respublikalarida o'qigan bo'lsa-chi,
batafsil tushuntirish. Bunday davrlar ham tan olinishi kerak. Chunki ular yagona Sovet ta'lim tizimining bir qismi bo'lgan. Biroq boshqa MDH davlatlaridan hujjatlarni olish bürokratiya, arxiv standartlarining farqliligi va til to'sqari tufayli qiyin bo'lishi mumkin. Sizga rasmiy tarjimalar va notarial tasdiqlashlar kerak bo'lishi mumkin. Bu jarayon juda uzoq va qimmatga tushishi mumkin, ammo pensiya miqdoriga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan holatlarda bunga arziydi. Ishga kirishdan oldingi bo'shliqlar ba'zi pensiya qoidalariga ko'ra ta'lim stajiga qo'shiladi agar u ishga joylashishdan bevosita oldin olingan bo'lsa. Agar ta'limni tugatgandan so'ng ishga joylashishdan oldin biror bo'shliq, masalan, bir necha yil ishsizlik bo'lgan bo'lsa, bu ta'lim davrini hisobga olishga ta'sir qilishi mumkin. Batafsil tushuntirish. Davlat uzluksiz mehnat faoliyatiga hissa qo'shganlarni rag'batlantirishni istaydi. Ta'limdan ishga to'g'ridan-to'g'ri o'tish bu uzluksiz hissani mustahkamlaydi. Bo'shlik esa bu uzluksiz hissaning buzilishi sifatida talqin qilinishi mumkin. Shuning uchun diplomingizni olgan sanadan keyingi bir necha oy ichida ishga joylashgan bo'lsangiz, sizning holatingiz yanada ijobiy baholanadi. Stipendiya talabi. Ba'zida stipendiya olish o'qish davrini stajga qo'shish uchun shart bo'lgan. Batafsil tushuntirish. Hamma talabalar ham stipendiya olmagan. Agar siz olmagan bo'lsangiz, bu vaziyatni murakkablashtirishi mumkin. Stipendiya olinganligini tasdiqlovchi hujjat universitet buxgalteriya bo'limidan arxiv ma'lumotnomasi talab qilinishi mumkin. Agar bu hujjat yo'q bo'lsa, uni tiklashga harakat qilish kerak. Apellyatsiya jarayoni. Agar pensiya fondi dastlab rad javobini bersa, sizda apellyatsiya, shikoyat qilish huquqi borligini bilishingiz kerak. Batafsil tushuntirish. Birinchi rad javobiga rozi bo'lmang. Siz yozma rad javobini talab qilishingiz, so'ngra yuqori pensiya organiga, masalan, viloyat yoki respublika pensiya jamg'armasi boshqarmasiga yoki hatto sudga murojaat qilishingiz mumkin. Bu qat'iyatlikni va ko'pincha huquqshunos maslahatini talab qiladi. Shuni unutmangki, har bir fuqaroning o'z huquqlarini himoya qilishga to'liq haqqi bor. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Endi amaliy qadamlarga o'tamiz. Sizning pensiyangizni qayta hisoblash uchun aniq nimalar qilish kerakligini bilib oling. Bingodan barcha tegishli hujjatlarni to'plash bu jarayonning eng muhim qismi. Sizga kerak bo'ladigan hujjatlar ro'yxati, diplomlar, sertifikatlar, akademik ma'lumotnomalar, sizning ta'lim olganingizni tasdiqlovchi asosiy hujjatlar. Agar bir nechta ta'lim muassasasida o'qigan bo'lsangiz, barchasini to'plang. Ularning asl nusxalari va nusxalarini tayyorlang. Mehnat daftarchasi, trudovaya knishka asl nusxasi. Bu sizning ish stajingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Undagi har bir yozuvning aniqligi va to'g'riligiga e'tibor bering. Harbiy guvohnoma, voyinli bilet. Agar harbiy xizmatni o'tagan bo'lsangiz, uning asl nusxasi va nusxasini tayyorlang. Harbiy xizmat davri ham pensiya stajiga qo'shiladi. Pasport, ID karta, shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat. Har qanday eski talabalik guvohnomalari, komsomol biletlari, fotosuratlar. Agar asosiy hujjatlaringizda kamchiliklar bo'lsa, bu hujjatlar qo'shimcha tasdiqlovchi dalil sifatida xizmat qilishi mumkin. Masalan, guruh fotosuratlari bilan birga guruhdoshlaringizning guvohliklari sizning aynan o'sha davrda o'qiganligingizni tasdiqlashi mumkin. Stipendiya olinganligini tasdiqlovchi hujjatlar agar mavjud bo'lsa, masalan, o'quv yurtining buxgalteriya bo'limidan arxiv ma'lumotnomasi, ta'lim muassasasiga murojaat qilish, agar iloji bo'lsa, hatto diplomning asl nusxasi qo'lingizda bo'lsa ham. Ta'lim muassasasidan yangi arxiv ma'lumotnomasi olish juda foydali. Bu sizning holatingizni mustahkamlaydi. Ko'rsatmalar. Ta'lim muassasasining arxiv bo'limiga murojaat qiling. To'liq ism-sharifingizni, o'qigan paytingizdagi ismingizni, o'qish yillaringizni, fakultet va mutaxassisligingizni aniq ko'rsating. Shuningdek, sizga o'qish davri, ta'lim shakli, kunduzgi bo'limda o'qiganligingizni va agar mavjud bo'lsa, stipendiya olganligingizni tasdiqlovchi ma'lumotnoma kerakligini ayting. Eski hujjatlaringizning diplom, talabalik guvohnomasi nusxalarini ilova qiling. Agar muassasa tugatilgan bo'lsa, uning arxivlari qayerdaligini aniqlashga harakat qiling. Hududiy yoki markaziy davlat arxivlarida bo'lishi mumkin. Uchkadan mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limiga tashrif buyurish, hujjatlaringizni to'plagandan so'ng navbatdagi qadam sizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga borishdir. Ko'rsatmalar oldindan qabulga yozilish tavsiya etiladi. O'zingizning vaziyatingizni tushuntiring.
Siz 1990 yilgacha olgan ta'lim davringiz pensiya stajiga kiritilishi kerak deb hisoblashingizni aniq ayting. Barcha to'plangan asl hujjatlaringiz va ularning nusxalarini o'zingiz bilan olib boring. Xodimlar bilan xush muomalada bo'ling, ammo o'z haqqingizni talab qilishda qat'iy bo'ling. Agar ular rad javobini berishsa, sabablarni yozma ravishda tushuntirishlarini so'rang. Bu kelajakda apellyatsiya qilish uchun asos bo'ladi. Astish ko'd qadam. Pensiyani qayta hisoblash uchun ariza berish. Astish ko'rsatmalar. Pensiya jamg'armasida pensiyani qayta ko'rib chiqish va qayta hisoblash uchun rasman ariza bering. Odatda buning uchun maxsus ariza blankasi mavjud. Arizada sizning ta'lim davringizni stajga qo'shish va shu asosda pensiya miqdorini qayta hisoblashni so'rashingiz kerak. Arizangiz qabul qilinganligi haqida tasdiqnoma yoki kvitansiya olishga ishonch hosil qiling. Bu sizning murojaatingiz rasmiy ravishda qabul qilinganligini isbotlaydi. 5 qadam. Murojaatingizni kuzatib borish. Ko'rsatmalar ariza berib bo'lgach, shunchaki kutib o'tirmang. Pensiya jamg'armasiga muntazam ravishda qo'ng'iroq qiling yoki borib arizangizning holatini tekshiring. Bu jarayonni tezlashtirishga yordam beradi va sizni ma'lumotlardan xabardor qilib turadi. Ma'lum bir muddatda javob kelmasa, yana murojaat qiling. 6 qadam. Agar rad javobi olsangiz, shikoyat qiling. Ko'rsatmalar. Agar pensiya jamg'armasi sizning arizangizni rad etsa, rad etish sabablarini ko'rsatgan holda rasmiy yozma javobni talab qiling. Bu yozma javob sizga keyingi qadamlarni tashlashda yordam beradi. Pensiya qonunchiligiga ixtisoslashgan huquqshunos bilan maslahatlashing. U sizning vaziyatingizni huquqiy nuqtai nazardan baholab, keyingi harakatlar rejasini tuzishga yordam beradi. Yugurib turuvchi pensiya organiga, masalan, O'zbekiston Respublikasi pensiya jamg'armasi ijro etuvchi apparatiga shikoyat qiling. Eng oxirgi chora sifatida masalani sudga oshirishni ko'rib chiqing. Sud qarorlari pensiya jamg'armasi uchun majburiydir. Bu jarayon biroz murakkab va vaqt talab qilishi mumkin, ammo yakuniy natija oshirilgan pensiya barcha harakatlaringizga arziydi. O'z huquqlaringizni biling va ularni himoya qilishda qat'iy bo'ling. Asos xulosa va yakuniy chorlov xulosa qilib aytganda, 1991 yilgacha ta'lim olgan pensiya oluvchilar uchun pensiyalarni qayta hisoblash imkoniyati mavjud. Bu nafaqat moliyaviy barqarorlikni oshirish, balki yillar davomida olingan bilim va qilgan mehnatga adolatli baho berish imkoniyatidir. Garchi jarayon biroz murakkab tuyulishi mumkin bo'lsa-da, natija, ya'ni oshirilgan pensiya barcha harakatlaringizga arziydi. Bu videodagi ma'lumotlar sizga foydali bo'ldi deb umid qilaman. O'z fikr va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning shaxsiy tajribangiz yoki savollaringiz boshqa tomoshabinlarimizga ham yordam berishi mumkin. Birgalikda bu masalalarni hal qilish osonroq bo'ladi. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz siz uchun doim eng muhim va foydali ma'lumotlarni tayyorlashga harakat qilamiz. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun katta motivatsiya. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang.